Sitvoyni sizga hech kim aytmagan haqiqatlari. Har bir hamkor bosib o'tadigan 5 ta bosqichni ko'rsataman. Birinchi bosqichda siz boshqa liderlarni kuzatib, orzu-havasga berilasiz. Hammasi osondek tuyuladi. Katta maqsadlar, katta va'dalar va yuqori energiyada bo'lasiz. Ikkinchi bosqich haqiqat bilan yuzlanasiz. Mijozlarning rad javobi, ignori bu meniki emas degan tushunchaga olib keladi va ko'pchilik aynan shu joyda taslim bo'lishadi. Uchinchi bosqichda siz bir qarorga kelasiz. Endi kayfiyatga qarab emas, intizom bilan ishlaysiz. Yozishda, qo'ng'iroq qilishda, o'z ustingizda ishlashda va yanada rivojlanishda davom etasiz. Aynan shu yerda oddiy hamkor emas, lider shakllanadi. To'rtinchi bosqichda siz jamoangizdan motivatsiya olasiz. Ularning har bitta yutug'i, rahmati, xursandchiligi yanada harakat qilishingizga undaydi. Shunda tushunasiz, bu tasodif emas, bu tizim. Beshinchi bosqich. Endi siz oddiy hamkor emas, boshqalarga o'rnaksiz. Yangi kelganlar sizga